Assalomu alaykum aslzoda tomoshabinlar. Sizlar bilan diydor ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandman. Shu kunlarda Toj Mahal xususida ba'zi bir bo'lmag'ur gaplar urchimoqda. Ya'niki asosan hindlar orasida tarqayotgan gaplarga ko'ra, Toj Mahal bu aslida qadimgi Hind ibodatxonasini o'rnida qurilgan. Uning yerto'lasiga hech kimni kiritishmaydi, chunki u yerda hali hamon o'sha qadimgi ibodatxona qoldiqlari saqlangan. Shuning uchun Toj Mahalni buzib tashlash kerak va ibodatxonani ochish kerak degan safsata gaplar tarqamoqda. Hattoki Bollivud bu xususda bir film ishlagandan keyin bu safsataga ishonadiganlarning soni nihoyatda ortib ketdi. Keling, sizlar bilan bugun Toj Mahalning qurilish jarayoni hamda uning ichki strukturasiga e'tibor qaratsak. Toj Mahal Agra shahrida Jamna daryosi qirg'og'ida qurilgan. Uning qurilish dizayni doim hammani qiziqtirib kelgan. Odatda islom me'morchiligida masjid va maqbaralar bog' o'rtasida barpo etilar edi. Ammo biz Toj Mahalning joylashuviga e'tibor qaratsak, u bog' markazida emas, balki bog'ning shimoliy chekkasida qurilgan. Shohjahon nihoyatda ziyrak va didli hukmdor bo'lgan. Agar ibodatxona ustiga maqbara qursam, qachondir buzib tashlanishi mumkin degan fikr nahotki uning xayolidan o'tmagan bo'lsa. Aslida Shohjahon maqbara uchun Jamna daryosi bo'yidagi so'lim tashlandiq bir tekislikni tanlagan. Uning o'rnida hech qanday ibodatxona va hech qanaqa mandir bo'lmagan. Toj Mahalning poydevori shu qadar mustahkamki, na zilzila, na toshqin, na yog'ingarchilik unga zarar yetkaza oladi. Daryo qirg'og'ida mustahkam poydevor qurish juda mushkul ish bo'lib, daryo suvining oqimi tufayli tuproq yuvilib ketadi yoki sel toshqin paytida har qanaqa poydevor ham xarob bo'ladi. Toj Mahal muhandislari suv bossa ham buzilmas poydevor yaratish bobida chuqur o'ylashgan. Eng avvalo tanlangan yer to qattiq qatlam chiqquncha qazilgan. Toj Mahal osti ham qattiq qatlam chiqquncha to 15-20 metr chuqur qazilib, tuprog'i olib tashlangan. Toj Mahal qurilgan paytda beton konstruksiyasi mavjud emas edi. Muhandislar ham mustahkam ham suvga chidamli poydevor yaratish xususida uzoq bosh qotirgan. Ular beton o'rniga ohak va qum aralashmasidan foydalanishgan va hozirda ham bu ashyodan foydalaniladi. Toshlardan silindr shaklidagi quduq yasalib, unga yog'och taglik tashlangan va o'rtaga yog'och ustun o'rnatilgan. So'ngra atrofi mayda toshlar va ohak qum aralashmasi bilan to'latilgan. Shu tariqa 100 dan ortiq tagliklar o'rnatilib, mustahkam poydevor tayyorlangan. E'tiborli jihati shundaki, bunda asosiy material yog'och edi. Yog'och to unga kislorod yetib kelmaguncha o'z mustahkamligini yo'qotmaydi. Shuning uchun Toj Mahalning poydevoriga Jamna daryosining suvi umuman ta'sir qilmagan. Ammo bugungi kunda Jamna daryosi suvining qurib borishi muhandislarni chuqur qayg'uga solmoqda. Chunki yog'ochlar sekin-sekin qurib bormoqda, mustahkamligi yo'qolyapti. Jamna daryosining suv yuvib ketgan qirg'og'ida ochilib qolgan xuddi shunday quduqlarga ko'zingiz tushadi. Quduq ustidan chiqib turgan yog'och sinchlarini birlashtirish uchun pishgan g'ishtdan arkasimon eshiklardan iborat devorlar qurilgan. Toj Mahal binosining og'irligi taxminan 50 ming tonna bo'lsa, uning poydevori har 1 metr kvadratda 25 tonna yukni ko'tarib turibdi. Mustahkamlik uchun quduq atrofi ham tosh-qum aralashmasi bilan to'latilgan. Poydevorning yuqori qismiga pishgan g'ishtdan yana bir qatlam tayyorlanib, uning ustiga Toj Mahalning 7 metr balandlikdagi tag qismi qurilgan. Toj Mahalning balandligi 73 metr bo'lib, shakl jihatidan mutlaqo simmetrik inshootdir. Qaysi tomondan qaramang birdek ko'rinadi. Asosiy binoning atrofida eni 58 metr bo'lgan supa joylashgan. Toj Mahalning markaziy gumbazining eni 18 metrni tashkil etadi. Toj Mahal tashqaridan 73 metr baland ko'rinsa-da, ichkaridan qaraganda faqat 35 metr baland ko'rinadi. Yana 38 metr balandlik qayerga yo'qoladi? Sababi shuki, uni barpo etishda 2 qavat gumbazdan foydalanilgan, ichki va tashqi gumbaz. Ichki gumbaz 35 metr balandlikda qurilgan. Tashqi gumbaz ichki gumbazdan 38 metr baland bo'lib,
Ostki qismi silindrsimon shaklda va ustki qismi bo'rtma gumbaz shaklda barpo etilgan. Ichki va tashqi gumbaz orasida qoldirilgan bo'shliq oftob tufayli Toj Mahalning ichki qismida havo isib ketishining oldini oladi. Shuningdek, ichki gumbaz vazni kam bo'lgani uchun bino ichida aks sado qaytmaydi. Ko'pchilik Toj Mahal faqat oq marmardan qurilgan deyishadi. Aslida bunday emas. Toj Mahal qurilish tezroq tugallanishi uchun to'liq pishgan g'ishtdan qurilgan bo'lib, atrofiga 20-25 sm qalinlikda oq marmar qoplangan xolos. Toj Mahal qurilishida foydalanilgan oq marmar Rajasthan shtatining Makarana sahrosidan keltirilgan bo'lib, bu yerning marmari o'zining shaffof oqligi bilan mashhur. Hatto u nurning sinishiga qarab o'z rangini o'zgartiradi. Shuning uchun ham Toj Mahal kunning har xil vaqtida o'zining har xil rangini namoyon etadi. Bu oq marmarlarga yaqinroqdan nazar tashlansa, unda turli naqsh va yozuvlarni ko'rish mumkin. Bu naqshlar bo'yab chizilgan emas, balki turli rangli toshlardan yasalgan. Bunday marmarni tayyorlash uchun naqsh o'rni o'yib olinadi va o'yiq ichiga boshqa rangli tosh naqshlar joylashtiriladi. Toj Mahalga ishlatilgan ba'zi rangli toshlar Hindistonda topilmay, Afg'oniston, Eron va Afrika mamlakatlaridan keltirilgan. Ammo bugungi kunda Toj Mahalning tashqi ko'rinishiga havodagi ifloslanish zarar yetkazmoqda. Atrofdagi zavodlar va avtomobillardan chiqqan zararli tutun sababli Toj Mahal sarg'ayib qolmoqda. Biroq Toj Mahal marmarlarini tozalash ishlari muntazam olib boriladi va bunda multon tuprog'i deb nomlanuvchi qadimiy usuldan foydalaniladi. Uning tarkibida kaliy, natriy, kalsiy va alyuminiy mavjud bo'lib, kirlangan marmarni top-toza qiladi. Toj Mahal 400 yildan ortiq vaqt mobaynida xuddi shu usulda tozalab kelinmoqda. Toj Mahalning shakliga e'tibor berilsa, uning 8 burchakli bino ekanligi ko'rinadi. Hatto Toj Mahalning ichki xonalarida ham 8 burchakli arxitektura namoyon bo'ladi. Markaziy zalning ham, burchaklardagi xonalarning ham devorlari barchasi 8 burchakli. Toj Mahalning asosiy darvozasidan kirilganda markaziy zalda Boburiy hukmdor Shoh Jahon va uning ayoli Mumtoz Mahalning ramziy qabri joylashgan. Shoh Jahon va Mumtoz Mahalning asl qabri xuddi shu ramziy qabrlarning ostida xilxonada joylashgan. U yerga sayyohlar va ziyoratchilar kiritilmaydi. Shu tariqa Toj Mahalning ostida hech qanday maxfiy inshoot yoki ibodatxona mavjud emas. Aslida u yerda 22 ta xona mavjud bo'lib, bu xonalarni xona deb ham bo'lmaydi, balki koridor desak to'g'ri bo'ladi. Bu koridorlarda muntazam havo aylanib turadi va binoni zax olishidan saqlaydi. Chunki Toj Mahal daryo labida qurilgan inshoot bo'lib, namlik kuchli bo'lgani uchun zaxlash tabiiy. Shuningdek, Toj Mahalning 4 tala burchagida 4 minora qad rostlagan bo'lib, bu 4 minora Toj Mahalni yanada mahobatli ko'rsatadi. Minoralar tashqi tomonga qiyaroq tarzda qurilgan. Zilzila yoki biror falokat yuz bersa, faqat tashqi tomonga qulaydi va asosiy binoga shikast yetmaydi. Toj Mahalning hovlisiga ushbu g'ishtin darvozadan kiriladi. Darvoza ortida chorbog' bo'lib, ro'parada Toj Mahal joylashgan. Toj Mahalning bir tomonida dargoh, ya'ni ziyoratgoh qurilgan. Boshqa tomonda esa maxsus mehmonlar uchun alohida saroy barpo etilgan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu sariq matbuot deb ataladi. Ya'ni asosiy muammolarni chetda qoldirib, muhim bo'lmagan muammolarni sun'iy yaratish. Qisqa qilib aytganda siyosiy populizm. Ya'ni katta ehtimol bilan bunda Hindistondagi ba'zi millatchi tashkilotlar saylovda ko'proq ovoz olish uchun foydalanayotgan bo'lishi mumkin. Hozircha shular. Bizni kuzatishda davom eting.